Assalomu alaykum, hurmatli kimyogarlar. Sizlar bilan bugun Mega Kimyo 2022-yil yechimlarini davom ettiramiz. Birinchi mavzudan 27-masaladan 29-masalaga bo'lgan masalalarni ko'rib chiqamiz. 27-savolga kelsak, 33 gram bordagi modda miqdorini aniqlang. Bor formulasi, ya'ni kalsiy karbonat, molyar massasi 100 gram taqsim molga teng. Modda miqdorini topish uchun 33 gramni 100 gram taqsim molga bo'lsak, gramlar qisqarib ketadi, 0,33 mol kelib chiqadi. Demak, 27-savolimizning to'g'ri javobi C javob. 28-savolga kelsak, 96,6 gram Glavoyer tuzidagi modda miqdorini aniqlang. Glavoyer tuzi, ya'ni natriy sulfat 10 molekula suv degani, bu Glavoyer tuzi hisoblanadi. Buning molyar massasini topsak, 322 gram taqsim molga teng. Modda miqdorini topsak, 96,6 gramni 322 gram taqsim molga bo'lsak, gramlar qisqarib ketadi, 0,3 mol kelib chiqadi. Demak, 28-masalamizning to'g'ri javobi D javob. 29-savol. 92,8 gram magnetitdagi modda miqdorini aniqlang. Magnetit formulasi, ya'ni buni temir qo'sh oksid ham deyiladi. Temir 3O4. Buning molyar massasi 232 gram taqsim molga teng. Modda miqdorini topsak, 92,8 gramni 232 gram taqsim molga bo'lsak, gramlar qisqarib ketadi, 0,4 mol kelib chiqadi.